3 xona 4-etaj 5 etajli domimizni Yunusobod 15-kvartal orientirimiz bo'lsa Arbat metro Turkiston bo'ladi. Uyimizni o'rtacha sostoyaniyada juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan. Bu yerda kruj zonamiz birinchi bo'lib детский spalniyimiz keladi. Yonida bo'lsa alohida kattagina spalniyimiz. Bu razmeri 320 ga 520, xuddi shunaqa razmer yana ikkinchi xonamiz. Buni как zal qilib ishlatsanglar bo'ladi. Uyimizning общий kvadraturasi 72 kvadrat, 4-etaj, 5 etajli dom. Endi yurganimizda birinchi bo'lib hojatxonamiz, yonida bo'lsa alohida hammomimiz joylashgan. To'g'rida bo'lsa kuxonniy zonamiz, kuxnyamizni balkonga chiqarib qo'yishibdi. Balkonimizni yarmini tapchan, yarmini bo'lsa oshxona qilib qo'yishgan. Uyimiz polniy summasi ipotekaga ham to'g'ri keladi. Naqdga ham 73 ming deyishyapti. Ozgincha kelishtirib beradigan joyligi bor ekan. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.